Nolish o'pqon kabi shunaqa ichiga tortib ketadi, insonni o'zligini yo'q qilib yuboradi-da, insonni o'zligidan shunaqa uzoqlashtirib yuboradi, inson manqurtga aylanishni boshlaydi. Bilasizmi? Eng yomon tomoni nolish bu shunaqangi holatki, nolayotgan inson o'ziga nima qilib qo'yayotganligini bilmaydi-da. Noliydigan inson o'zi bilan qanaqa yo'l qilib qo'yyapti, o'zini qayerga olib borib qo'yyapti, umuman buni his qilmaydi-da. Ko'zlari berkilgan, qalbi berkilgan, hammasi yopiq holatga kelib qoladi-da. Butun quvvat, butun kuch, butun energiya Alloh tomonidan berilayotgan va ijod uchun berilgan hamma kuch hammasi faqat va faqat nolishga ketadi. Uni yomonlash, buni yomonlash, bilasizmi? Inson nima uchun nolishga moyil bo'lib qoladi? Noliydigan insonning ichida dardi bo'ladi-da. Nolish mana amalga oshirmoqchi bo'lgan bo'ladi. Unga ozroq ko'mak kerak bo'ladi-da. Ko'mak kerak bo'lgan bo'ladi vaqtida, lekin o'sha ko'makni kimdir beradi deb o'ylaysizmi? Hamma o'zing uchun o'ylaydi-ku bu hayot. U shuni bilmaydi-da. U o'ylaydiki, menga deydi shu inson yordam berish kerak edi deydi. Yoki o'zi harakat qilmoqchi bo'ladi-da. Harakat qilib intilishi boshlaganidan keyin eplolmaydi. Harakat qiladi, o'xshamaydi. Inson sinishni boshlaydi. Sinishni boshlagandan keyin baribir harakat qilmayapti, chiqazmayapti-ku, ichida quvvat bor-da, quvvat turibdi-da ichida. Keyin u quvvatni inson nolishga, bo'lmayapti, o'xshamayapti orqali, hech bo'lmasa shu orqali chiqazishni boshlaydi. Chunki unda quvvat bor-da. Lekin nolish ham unaqa yomon narsa emas. Shunaqaki nolish o'stirmaydi-da. Na pul olib keladi, na daromad olib keladi, na oilada yaxshilik olib keladi, na boshqa narsa qilishga insonni quritib, chiritib tashlaydigan narsa-da bu nolish. Shunaqa ekan, ehtiyot bo'ling. O'zingizda nolish sezyapsizmi, o'zingizda nolish to'lqinlarini sezyapsizmi, biling bu baribir o'stirmaydi. Shuni o'zingizni qo'lga olingda, o'zingizni shuni mustahkam qo'lga olingda, yo'q. Men turaman, rahmat, minnatdorman, men endi uyg'onishim kerak, men turishim kerak degan holatda o'rningizdan turib keting. Aks holatda bu nolish shunaqa energiya, shunaqa sistema, shunaqa o'lchamki, u o'zidan chiqazib yubormaydi, insonga yoqadi nolish. Sababi javobgarlik olmaysizda unda. Men shuni qilmoqchi edim, mana shu inson ruxsat bermadi yoki mana shu o'xshamadi deb o'tiraverasiz. Biling, bu hayotda hamma o'ziga o'zi o'l yetim. Shunaqa kulgili termin bor. Bu ayni haqiqat. Harakatni boshlang.